Bugun Xo'jaqo'rg'on mahallasi tarixi haqida Abidova Rahima onaxon bilan birgalikda qiziqarli ma'lumotlar asosida suhbat qildik. Suhbat davomida onaxonimiz mahalla nuroniylari, xususan Qoraxo'jayev Abdulahad bobo tomonidan yozilgan Xo'jaqo'rg'on haqidagi Vatanni sevmoq iymondandir nomli kitobdagi tarixiy va qiziqarli faktlarni bilib oldik. Rahima onaxonimiz 25 yil maktabda dars berganlar hamda 7 yil davomida mahalla xotin-qizlar faoli bo'lib faoliyat yuritganlar. Assalomu alaykum. Men Abidova Rahima, Qibray tumani Xo'jaqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini mahallasida yashayman. Kasbim o'qituvchilik bo'lgan. Hozirgi kunda davlatimizning sa'y harakati bilan o'z mehnat faoliyatimni tugatib, hozir nafaqadaman. Biz hozirda Xo'jaqo'rg'on qishlog'ini tarixiga keladigan bo'lsak, Xo'jaqo'rg'on qishlog'ini tarixi uzoq o'tmishga, ya'ni 16-asrga borib taqaladi. Ba'zi manbalarda bizda Shayboniyxon davridan boshlab vujudga kelsa deyilsa, ba'zi manbalarda esa Chimkent viloyati Sayran Turvat qishlog'iga borib taqaladi. Xo'jaqo'rg'on mahallasi o'sha davrda bizni mahallamizdan yuqori tomonda qizil tuproqli joy bor edi. Ana o'sha qizil tuproqli joyga kelib joylashgan, Sayramdan kelgan odamlar. Shuning uchun u yer avval Qizil Qo'rg'on deb atalgan. Qizil Qo'rg'on atrofi qalin devorlar bilan o'ralgan bo'lib, o'sha davrda bu maskanga Qozog'istondan, boshqa joylardan bu yerga ko'p savdogarlar o'tgan. Bu yerdan ham Buyuk Ipak yo'li bo'yicha yurishgan. Xo'jaqo'rg'on qishlog'imiz keyinchalik borib, mana shu ba'zi bir xil qishloqqa qilingan tajovuzlar orqali sekin-sekin surilib, mana shu hozirgi yashayotgan qishlog'imiz paydo bo'lgan. Xo'jaqo'rg'on qishlog'imiz hozirgi davrga kelib juda ham rivojlangan qishloq bo'lib qoldi. Bu yerda mahalla guzarimiz bor. Mahallamiz juda ham kengayib ketgan. 80-yillarda, 70-yillarda bu qishlog'imizda 80 ta oila bo'lgan bo'lsa, hozir 500 ta oiladan tashkil topgan. Mana shu xonadonlarni barchasiga xizmat qilayotgan mahalla guzarimiz bor. 6 ta savdo markazlarimiz mavjud, 2 ta choyxonamiz bor, bitta maktabimiz, 1000 o'rinlik masjidimiz bor. Mahalla idoralari mavjud. Mahallamiz juda ham inoq, bir-biriga mehribon, muammolarni birlashib hal qiladigan insonlar. Xo'jaqo'rg'onimizda yana 800 dan ko'p o'quvchi o'qiydigan 26-maktab mavjud. Bu 26-maktab 1924-yilda tashkil qilingan bo'lib, u yerda juda ko'plab o'qituvchilar xizmat qilishgan. U davrda bizni maktabimiz 42 to'liqsiz o'rta maktab bo'lib hisoblangan. O'qituvchi bo'lib ishlagan Ulug' Vatan qatnashchisi G'afforov Abdusattor aka degan kishi, adabiyot o'qituvchisi, bu maktabni 26-son o'rta maktab holiga keltirganlar. Hozirgi kunda bu maktab 900 o'rinli bo'lib qurilgan. 1982-yildagi bo'lgan yer qimirlash natijasida eski maktabimiz juda qattiq ta'mirtalab bo'lgani uchun mahalla ahli kelishib, yuqori tashkilotlar tomonidan kelishib 1982-84-yillar orasida yangi maktab qurilib ishga tushirilgan. Bu maktabimizda ko'plab buyuk insonlar yetishib chiqishgan. Shu maktabda o'qigan sobiq o'quvchilarimizni ko'pchiligi rahbar ishlarda ishlashgan. O'zim ham 1991-yilda shu maktabga kelib, ish faoliyatimni maktabda boshlaganman. O'zimning kasbim boshqa kasb bo'lgani uchun men ikkinchi kasb o'qituvchilikni tanladim, chunki yoshligimdan o'qituvchi bo'lishni xohlaganim uchun shu kasbga keldim. Urush yillari xalqimizning boshiga juda qattiq qiyinchiliklar tushgan. Ana shu davrda bizani xalqimiz faqatgina urushga borib, dushmanlarga qarshi kurashishdan tashqari front ortida ham aholimiz juda ham jonbozlik ko'rsatib
mehnat qilishgan. Haligacha onalarimiz, buvilarimiz urushni va uni jarohatlarini nafrat va g'azab bilan eslaydilar. Ulug' Vatan urushi yillarida otalarimiz, onalarimiz, opa-singillarimiz, hattoki o'spirin aka-ukalarimiz frontga madad berib turganlar. Bundan tashqari o'sha davrda urush davrida Katta Farg'ona qurilishida ham ishtirok etganlar. Sobiq Yangi Hayot, hozirgi Xo'jaqo'rg'on va hozirgi Po'lat Qadam jamoa xo'jaliklari ularni kiyim-kechak, qurol aslaha va oziq-ovqat bilan ta'min etib turgan. Haligacha o'shalardan qolgan ba'zi bir xil ayollarni yoki o'tgan ayollar bilan olib borgan suhbatlarimda so'raganimda, yo'q, biz o'sha paytda bunaqa qiyinchiliklarni o'ylamaganmiz. Faqatgina shu urushga biz madad bersak, ketgan o'sha turmush o'rtoqlarimiz, aka-ukalarimizga madad bersak, tezroq urush tugasada biz g'alabaga erishsak, hissamizni qo'shsak degan fikr bilan ishlaganmiz deb aytib o'tishgan. Mahalla masjidimiz 2010-yilda boshlanib, 2014-yilda qurib bitkazilgan. Bu qurilishda mahallamizni ahli juda ham beg'araz yordam berishgan. Bu masjidning qurilishida Mahmudov Mubashir aka, Saidazimov Hamidulla aka, Sobirov Ahmad aka shular boshchiligida qurilgan va bir qancha hasharchilar ishtirok etgan. Mahalla xalqimiz ham doim hashar bilan ham ma'naviy, ham jismoniy tomondan yordam berib, bu masjidning qurilishida o'z hissalarini qo'shishgan. Bundan tashqari atrofimizdagi bir qancha ishlab chiqarish korxonalari, o'sha davrdagi Sharof Rashidov nomidagi parrandachilik fabrikasi ham juda ham katta bizaga yordam berishgan masjidning qurilishiga. Aholini turmush darajasi tobora yaxshilanib, madaniylashib, zamoniylashib, bir muncha yaxshi yashashlarimiz uchun u imkoniyatlar yaratib kelinmoqda.